Uygami xo'jayin? Uylarga qayda? Xo'p. Mehmon kelyapti deb ogohlantirib ham qo'ymaysiz-a? Doim shunaqa. Meni qarindoshlarim uyga kelay desa, dasturxonga qo'yishga 2 dona non topilmaydi. Agar shu qo'limga 1-2 so'm pulni siz bersangiz, Malika. Tinchlik boshqala. Kelganimizdan buyon nuqulni olaysan. endi aka, Jim bo'l. Ana kelganim yoqmayaptimi yo eringni har kun shunaqa kutib olasanmi? Sal muomalangni to'g'rila. Bundoq madaniyatli bo'l. Kelinning oldiga borib o'rgan. Mehmon kelsa qanday kutib olish kerak? Erga qanday mehr berish kerak? Xudoga shukr. 2 o'g'il, bir qizimiz bor. Bir-birimizga mehrlimiz. Sen ham eringga sal mehrli bo'lganingda farzandli bo'larmiding? Ey! Sen chiqib turgin, Malika. Jamshid bor? O'zingga ketib qolmadingmi? Hamma gapirsam sen gapirmagan madaniyat haqida, eshitdingmi? Yarim kechasi ogohlantirmasdan mehmonga borish qaysi madaniyatga to'g'ri keladi, ha? Sen o'rganib qolgansan-da, yarim kechasi uyingga mehmon olib kelib maishat qilishga. Xotining zaksga qilib turadi. Shunaqami? Mana qara, sening 7 yil bo'lgan menga xotin bo'lganiga. Agar Malikaga tanbeh bermoqchi bo'lsang, o'zingni uyingda men yo'qligimda tanbeh berasan, eshitdingmi? Agar xo'jayinima gapiraveraman desang, adashasan. Ey, xo'jayinchiligingni ishxonangda qilasan. Endi hech qayerda qila olmaysan xo'jayinchilik. Jamshid, agar faqat mehr berish bilangina farzandli bo'lish mumkin bo'lganda edi, uyimiz farzandga to'lib ketgan bo'lardi. Ey Xudoyim, o'zingga shukr. Singlimga hozircha farzand bermagan bo'lsang ham uni munosib himoya qiladigan umr yo'ldosh bergansan. Choy qo'yasam, hozir. Mani kechiring. bu-ku akang ekan. Seni hatto nohaq otangga ham xafa qildirib qo'ymayman.